Bitta manti ko'chada o'rtacha 8000-9000 so'm. 10 ta mantini puliga uy sharoitida nechta manti tayyorlash mumkinligini ko'rsatib beraman. Studentlar go'sht o'rniga kartoshkadan uy sharoitida bemalol maza qilib tayyorlab yeyishi mumkin. Ishimizni bitta tuxumga yaxshilab osh xamiri olishdan boshlaymiz. Osh xamirni molda yelimida yumshoq olib qo'ymaylar, bo'lmasa mantiga o'xshamay qolishi mumkin. Piyozni mayda to'g'rab, ko'zimizni shunaqa achitib olamiz. Go'sht, piyoz, charvi, tuz, murch ziralarni bitta massa qilib aralashtirib olamiz. To'liq retsept video kommentariyasida yozilgan. Xamirga yaxshilab ishlov berilgandan keyin xamirni 18 gram zuvaladan qilib olamiz. Agarda video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar, chunki keyingi videolarda sizlarga bundan ham zo'r retseptlarni tayyorlashga harakat qilaman. Xamirni chekasini yupqa, o'rtasini qalin qilib yoyib olib, ichiga 1,5 qoshiqdan nachinka solib, chiroyli qilib tugishda boshlaymiz. Mantini tugish jarayoni juda ham oson. Agarda sizlar bilmasanglar, kommentariyaga plus qoldiringlar. Keyingi videoda qanday manti tugishni o'rgataman. Mantilarimizni yog'ga botirib olib, o'rtacha 40-45 daqiqa dimlab pishirib olamiz. Ushbu videoni sizga manti tayyorlab berish kerak bo'lgan insonga jo'natib qo'ying.